Qarz oldi berdi ahdi. Buni ham ko'p gapirganmiz. Tasavvur qiling, bir inson do'stiga qarz berdi. Bir haftada qaytaraman dedi. Bir oy o'tyapti, 2 oy o'tyapti, qaytarib bermayapti. Qarzdor esa bitta niyatda, do'stim boy-ku, menga berib qo'ygan puliga muhtoj emas-ku deb yuribdi. Bu inson gunohkor bo'ladi, Allohning olti ahdida buzganini. Ikkinchi yomon tarafi, endi haligi inson do'stlariga qarz berishga o'ylanib qoladi endi. Mana deydi, yonimda yurgan o'zimni do'stim qarz olib bermay yuribdi, gaplashmay ham qo'ydi. Qo'y, o'rtoqlarim o'rtasida bunaqa sog'uvchilik tushib, urushib qolib gaplashmay qo'yadigan holatga tushmaydi. Undan ko'ra yo'q deb qo'ya qolay deydi. Endi u bir katta savobdan to'sildi endi u. Hozir bu ba'zilarni haligi odatiga aylanib qopti. Shu uchun bugun odamlar ba'zida qarz berishda nihoyatda cho'chib ham qolgan, o'ylanib ham qolgan, keyin undan ko'ra bermay qo'ya qolay, ertaga bu qarz so'rasam xafa bo'lib qoladi degan fikr bilan odamlar o'rtada mana shunday katta bir savobli ishni to'sib ham qo'yyapti. Mana yaqinda bir namozxon keldilar, xafa bo'lib keldilar. Eng qizig'i, u kelgan odam ham namozxon. Ikkinchi shikoyat qilinayotgan odam ham 5 vaqt o'qiydigan namozxon. Menga ko'rsatdi, men tanidim uni. Men tanib, qo'shnim emas, mahalladoshim emas, namozga kelganini ko'rganman, ya'ni. Uni otini ham bilmayman. Masala shundan iborat, uy sotib olgan, namozxondan uy sotib olgan. 50% bergan. O'sha bergan vaqtda videoga olgan. Mana 50% oldim, 50% falon oyga qoldi. Zo'r bo'ldi. U vaqt kelyapti, bermayapti, vaqt o'tib ketyapti, bermayapti. Oxiri bir kun borib, do'stim, bermaysanmi desa, senga berganman-ku debdi. Unaqa dema, qo'rqitma, katta pul u. U bitta meniki emas, bu uyni qurganmiz, 3-4 ta sherikmiz desa, aytdiki, debdi, qatga borsang shu yerga bor, berganman debdi. Oy, qanaqa berasan? To'g'ri bergansan, 50%ni videoga olganmiz, mana videolari turibdi, lekin sen qolgan 50%ni bermagansan-ku desa, yo'q, men berganman debdi. Ikkovimiz oldi berdi qilganmiz bo'ldi debdi. Tushunyapsizmi? Guvoh yo'q, hech narsa yo'q, berdim deyapti, bo'ldi. Sen olmadim deb turib olgansan degan ma'noda-da. Dardini kimga aytsin endi u? Nima demoqchiman? Alloh asrasin, ba'zida o'sha peshonasi sajdaga tegayotgan insonlar ham dunyoni matosi deb shunday ahddan vafosi qilmay voz kechvorayotganlar bor. Shundoq pulni achchig'i bilan men senga berdim deb qarzini bermayotgan insonlar bor. To'xtang bu ishdan. Eng qizig'i uchinchi bir ana o sherigi namoz o'qimaydigan aytayapti ekanki, mana o namozxon deb sherik bo'ldim, namozxonga sotuvdik, qulog'imizga tepib ketdi. Musulmonni hammasi endi haligilar deb aybdor insonga aylanib qoladi. Shuning uchun va'daga vafo qilishlik bu nafaqat mo'minlik, haqiqiy mardlik hisoblanadi.